Assalomu alaykum. Yana boshqaruv kompaniyalari haqida. Endilikda boshqaruv kompaniyalari qarzdorlikni undirish maqsadida majburiy ijro byuroning noqonuniy xatlaridan foydalanayotganiga ko'zim tushyapti. Ya'ni fuqarodan shunday xat kelyaptiki, demak, majburiy ijro byurosining rahbariyat nomidan fuqaroga xat jo'natilyapti. Xatda yozilyaptiki, go'yoki majburiy ijro byurosi bilan boshqaruv servis kompaniya o'rtasidagi shtab tashkil qilindi qarzdorlik undirish bo'yicha. Sizning qarzdorligingiz ma'muncha bo'lib ketdi. Demak, mana shu qarzdorligingizni to'lab qo'ying. To'lamasangiz sudga olib chiqamiz. Kerak bo'lsa 10 barobar jarimani qo'llaymiz. Bu jarimani undirish uchun mol-mulkingizga qaratamiz degan bir qo'rqituv mazmundagi xatlarga ko'zim tushdi. Demak, mana shu xatni ham qo'yaman. Demak, majburiy ijro byurosi demak sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarini to'g'risidagi qonunga asosan faoliyat yuritadi. Ya'ni majburiy ijro byurosini shunchalik ishi ko'pki, demak, qaysi bir tashkilot bilan, ya'ni MChJ bilan fuqaro o'rtasidagi biror bir sud nizosi bo'lmagan, boshqa bo'lmagan holatda o'rtaga tushib, uni masalasini hal qilib beradigan tashkilot emas. Qachonki sud hujjati chiqadi, ya'ni qarzdorlik undirish bo'yicha, undan keyin ijro harakatlariga kirishiladi. Demak, mana shunday holat mavjud bo'lmadimi? Demak, majburiy ijro byurosining mana shunday xati noqonuniy hisoblanadi. Demak, bu xat balki boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan soxtalashtirilgan bo'lishi mumkin. Demak, mana shunday noqonuniy, ya'ni asossiz sizga xat kelayotgan bo'lsa, bemalol yuqori turuvchi organlarga murojaat qilishingiz mumkin. Demak, mana shu xat haqiqatan to'g'ri yuborilganmi, o'zi asosli yuborilganmi? Agar majburiy ijro mana shunday xatni yuborayotgan bo'lsa, demak, buni rahbariyatiga nisbatan qonuniyga baho berish kerak. Agar mana shu hujjat, ya'ni imzolar soxtalashtirilgan bo'lsa, boshqaruv servis kompaniyasining rahbariyatiga balki chora ko'rish kerak. Demak, fuqarolarga biron bir hujjatsiz, mana shunday qo'rqituv yo'li bilan asossiz qarzdorlikni undirish harakatlariga yo'l qo'yayotgan bo'lsa, albatta davlat organlari bunga huquqiy baho berish kerak deb hisoblayman.